Transport nazorati inspeksiyasi xodimlari uchun Xorazm viloyati Xiva shahriga sayohat tashkil etildi. Mazkur safar Transport vazirligi, Birlashgan kasaba uyushmasi va inspeksiya boshlang'ich kasaba uyushmasi hamkorligida amalga oshirildi. Safar doirasida ishtirokchilar Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasi, Qaldirg'ochbek madrasasi, Pahlavon Mahmud maqbarasi, Ko'hna ark hamda boshqa tarixiy obidalar bilan yaqindan tanishdilar. Har bir obyektda qadimiy me'morchilik uslubi, tarixiy ahamiyat va milliy merosga oid ma'lumotlar ishtirokchilarga yetkazildi. Shuningdek, tabiat qo'ynida hordiq chiqarish maqsadida Ardaxiva hududi va Xorazm viloyatining tabiiy go'zal maskanlaridan biri Shovot ko'lida sayr uyushtirildi. Xodimlar buyuk davlat arbobi va milliy qahramon Jaloliddin Manguberdi yodgorlik majmuasiga ham tashrif buyurib, tarixiy xotirani yodga oldilar. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi Birlashgan kasaba uyushmasi tashabbusi bilan Transport nazorati inspeksiyasidan qariyb 30 ga yaqin xodimlarimiz oilaviy tartibda Xorazm viloyatining Xiva shahriga sayohat uyushtirildi. Mana 2 kunlik sayohatlar bir qiziqarli, yaxshi dam olish jarayonini o'tkazdik. Qariyb 24 gektar joyga joylashgan Ichanqal'a shahrini to'liq aylanib, ziyorat qilib, bu yerdagi barcha tarixiy obidalarni ko'rib, juda ham katta taassurot qoldirdi. Har bir qurilgan imoratlardan, har bir tarixiy obidalardan o'ziga tegishli bilimlar, ko'nikmalar olishdi. Bu sayohatimiz oilada ham, ishxonada ham katta bir yaxshi kayfiyat baxsh etdi desak, bu mubolag'a bo'lmaydi. Bu kabi tashriflar xodimlarning ma'naviy tarbiyaviy o'sishi, do'stona ish muhiti va samarali mehnat faoliyatini ta'minlashda muhim o'rin tutayotgani alohida ta'kidlandi. Bunday amaliy ishlar kelgusida ham tizimli ravishda tashkil etilishi rejalashtirilgan.